Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan Cheksiz Uz kanali. Xo'p, do'stlar, biza navbatdagi yana bir obyektimizga keldik. Xudo xolasa, hozir bir adreslarni to'g'ri tushuntirib o'tamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Xo'p, do'stlar, xudo xolasa videolarimizni boshladik. Videolarni boshlamasdan burun bir tirs etib like bosib bersak yaxshi bo'lar edi. Videolarimiz xudo xolasa ko'proq odamlarga tarqalishini yordam bergan bo'lasizlar. Abone bo'lmoqlar, xudo xolasa abone bo'lib qo'yinglar. Xo'p, adres tushuntiradigan bo'lsa, Qo'shko'pir O'zakiyapdan shundan kirib kelaverishda ikkinchi maktab bor. Ikkinchi maktabda o'tgandan keyin sentralniy yo'l bor, уже bilmayman nera ketadi. Asa do'stlar, xudo xolasa videolarimizni boshladik. Adreslarni ko'rdingizlar. Xo'p, razmerdan kezib keladigan bo'lsak, 25-50 dojdik variantda qilib berdik. 115 kvadrat общий stena 115 kvadrat chiqdi. Xo'p, bizda yangiliklarimiz kafinlikchilarni xudo xolasa o'zlarimiz ishlab chiqarib turibmiz. Aynan tegalari, ko'kaklar hammasi o'zlarimizda. Xudo xolasa o'zlarimiz mahsulot o'zlarimiz yo'lga qo'ydik. Yana kimda nechik savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon urib ekrana xudo xolasa telefon nomerlarini chiqarib o'taman. Ili kommentariy qoldiradigan bo'lsangizlar, kommentariy ham javob beramiz. Xo'p, pulini gezib keladigan bo'lsak 120 ming so'mdan qilib berdik. Do'stlar, endi banana xudo xolasa endi hozir hamma narsa qimmatlab turibdi. 1-apreldan to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Endi bunga 5 ming so'm ila 10 ming so'm qimmatlatish bo'lajak bo'lib turibdi. Iloji boricha qimmatlatmaymiz, lekin shu menda bizlar ham to'g'ri tushunasizlar. Qimmat olingan narsani bizlar ham majbur ustiga bir ozini qo'yib o'zimiz foydani qilishimiz kerak. Bizlar ham nalogimiz, gaz svetimiz, hamma narsamiz bor. Doğru tushunasizlar deb umiddaman. Mana. Xudo xolasa. Hop, mana ko'p odam so'rab turibdi, bu gips qo'shilami deb. Yo'q, do'stlar, bu narsaga gips absolyutniy fasadat gips to'g'ri kelmaydi. Travertin dash sement üzerine bir iki qo'shadigan ximikatlari bor. Shular narsalar bilan ishlaniladi. Atak 1 gram ham qo'shilmaydi bu narsaga. Gips degan narsa fasadda o'xshim to'g'ri kelmaydi. Shuni aldandan aytib o'tamiz. Mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yo'qotgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Kim seni ko'rgan bo'lsa.